Sobiq ittifoq hududidagi aksariyat respublikalarda hozirgacha saqlanib qolgan illatga e'tibor berganmisiz? Afsuski o'zimizda ham aksariyat chekka mintaqalarda markazdan, aniqrog'i poytaxtdan tekshiruv kelishiga alohida tayyorgarlik ko'riladi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, energetika, madaniyat qo'yinki, aksariyat sohalarda Toshkentdan komissiya desa qaltiroqlab qolishlari hech kimga sir emas. Ana endi tasavvur qilib ko'ring, Toshkentga komissiya kelsa, tag'in qayerdan? Qishloqdan poytaxtga komissiya. Kimdir keladi, lekin hozir. Siz kelasiz. Sizga qilingan. Ha, bizgami? Assalomu alaykum. Qurilish ishlari bo'yicha javobgarman. Moliya ishlari bo'yicha javobgar. Luboy ishlari bo'yicha javobgar. Biz bor. Albatta siz bor. Men sotib o'taman. Xo'p bo'ladi. Srochni bu Toshkentda kamera ko'p. Yo, bir-biringga ishonmaysanmi? Bu xavfsizlik uchun. Xavfsizlikka gvardiya bor-ku. Yo, gvardiya davomat qilyapti. Bo'ladi. Ha, mayli, ko'chalaring to'la televizor, katta televizor. Uni pulti qani? Joyga qo'ying. Joyga Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Joyga qo'yamiz. Demak, buni yarmi qani? Yengil sanoatga kim qarayapti? Men qarayapman. Qayerga qarayapsiz? Yarmiga qarayapman-da. Qolgan yarmiga kim qaraydi? Ha? Sen po'raqursin, shuni yarmini yegansan. O'zi bor-ku mana shu Toshkentingda. Mana bu ayrim joylarda mana bu chilonzorlaring, sebzorlaring, olmazorlaring, jami ozorlaring yetmasmidi? Yetmasmidi? Shuncha yekaning. Joy qo'yib qo'yamiz. Joyiga qo'yib qo'y, tushundingmi? xo'p bo'ladi. Emilsa qo'ch. Sizlarga daklat bergani keldi. Sizga hisobot. Oldin unaqa aytdi. Yeslicha pasport bor ekan. Shart emas. Xo'jayin, kecha diskotekada ishgal qiluvdingiz, o'shani yopti qildi. Ana, chora ko'rildimi? Chora ko'rdik. 15 sutga qamavordik. O'tiribdi-yu. Uni qamadik. Bu urgan-ku. Ha, urdirmasin edi. Bundoq qilsin, sportga borsin, bilmayman. Bu tayinlish qilganmi? Reyd davomida. Biz 13 kunlik reyd mobaynida 78 kilo gashish moddasini qo'lga kiritdik. Ana. Qanaqa qilib? Endi bu oson bo'lmadi. Birinchi bo'lib biz mahallasiga odam qo'ydik. Keyin mahsulotni o'rganish maqsadida mahsulotni yoniga odamlarni qo'ydik. Keyin bilsak u odam qo'yib yurgan ekan. Keyin odam olib tashladimda o'rniga o'zimni klient qilib qo'ydim. Keyin ushladingizmi? Bitta ushladim. U ham ushadi. Qo'yib yubormaydi-da. Qo'yib yubordimmi? Yo'q. Keyin oyog'imdan ushadi. Keyin og'zimdan ushadi. Keyin nima bo'lyapti dedimda ko'zimni bitta yumib shunday ochsam, o'zim ushlab turibman. Hey dedim, dedimda naryad shuni chaqirdim, olib ketdi. Bo'ldi, ketaversin. Ketavering. Qatdan keldim? Mana bu tarafdan keldingiz. Bo'ldi. Voy kapalanglar. Qurilish ishlari bo'yicha. Bu bizani ta'lim hududimiz. Biz bu universitetlarni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlaganmiz. Yangi kompyuterlar olib kelib qo'yganmiz. Kechirasizlar, shuni eskilarini nima qildilaring? Eskilari bizda-da. Undan tashqari, mana bu hudud bizda ishlab chiqarish hududi. Bu yerda 21 ta zavod mavjud. 20 tasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli, bittasi Abbosbekka tegishli. Abbosnikini buzib tashlaylar. U Jahongir Ortiqxo'jayev jiyani. Bo'lmasa yana bitta qursin, toq bo'lmaydi-ku. Ha, juft bo'lsin. Tushundinglar? Xo'p bo'ladi. Keyin men bu hafta tekshirishga kelaman. Agar nimadir tayyor bo'lmasa, tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Bu yoq kim? Davron Kabulov. Olib tashlanglar. Jahongir akaga yaqin odam. Bo'lmasa ikkita qilib qo'yinglar. Qish faslining sovuq kunlarida Telegramingizga hech bo'lmasa bir marta jo'natiladigan video bor. Minus haroratda qaysidir ovloq tumanda, chekka tumanda bayram tadbiri o'tkaziladi. Mutasaddilar 7 qavat jemperning ustidan dublonka kiyib mag'rur turgan bo'lishadi. Yubqa va dalaskaning ustidan atlas ko'ylak kiygan qizaloqlar esa ularga tomosha qo'yib beradilar. Davomini million namoyish etadi. Odamdan sovuq o'tib ketyapti-yu. Sovuq o'tib ketdi-ku odam, hokim kelyaptimi, kim qarayapti? Hozir qarab kelaman.
Hokim buva kelyapti. Tayyorgarlik ko'rlaring, qara. Assalomu alaykum hokim buva, yaxshi keldingizmi? Qani hokimga atalgan to'n. Hokimni to'nini nima kiyib olding? So'g'u. Hokimga atalgan to'n-ku bu hech. Voy, men qara, seni men o'zim e'lon qilaman-ku. Ustidagi chiroylikni qanaqadir? Yarashganni qarang. Ana endi bitta qo'y oyoqlari tegi so'ysa nima deysizlar? Qani olib kelinglar. So'y. Ha? Pichog'ing o'tmayaptimi? Yo'q, qo'y muzlab qopti. Hozir men arralab kelaman buni. Bu aralab kelguncha bo'lmasa tadbir boshlaymiz. Qani tadbirni boshladik. Demak, azizlar, tadbirimizni ochib berish uchun maktabimizni mana shu 5-G sinf o'quvchilariga navbatni beramiz. Ana ular bahor valsi bilan ochib beradi. Marhamat. To'xtang. Qishda bahor valsi bo'lmasa kerak endi. Endi sizni bahorda kutuvdik-da. Marhamat. Navruz kelibon jumlai jahon nozlanajakdir. Oftob isitib asta sekin yozlanajakdir. Qaynar sumalak barrak ko'char to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlana pardozlanajakdir. Kelganingizga demak, ana endi hozir sahnaga mana shu maktabimizning eng iqtidorli mana shoiri bor. O'shandan bitta she'r eshitaylik-a. Hey, ke. Ustida nima bo'lib turadi? Oftob chiqdi olamga. Zo'r bo'lardi lekin. Mayli, she'ringni qo'yaver. She'ring yaxshi, kel bolam. Yaxshimi? Kel. Ha, bir. Yaxshi. Mayli. Hokim issiq ekansiz. Bo'ldi. Ozgina turing, issiq ekanlar. Bo'ldi. Ye. Mayli, hokimligimizdan nima so'raysan? So'ra. Malibu so'ra, Malibu. Bitta issiq kofe bo'lsa zo'r bo'ladi. Yo'q, hokimdan so'raysan, Liboyni so'ramaysanmi? So'raveraymi? Ha. Bemalol. Yo'qmi? Uyga ketsam maylimi? So'yib ket. Mayli, boladek uyga bora qolsin. Bora qol bolam. Nima ichib olding? Men ichmayman-ku. Siz ketmayapsizlarmi? Biz ruldamiz, aka. Aka, assalomu alaykum. Ancha kutdik. Hozir mana shu sahnamizga maktabimizning eng iqtidorli sport tilim maylamayapti. Sportmenlari bor. Voleyboldan birinchi o'rin olib kelibdi. Ana o'shalarni chiroyli qilib tabriklang. Mana shu bo'laga. Mana shu so'g'ida birinchi o'rin olib kelibdi. O'shalarni sizda. Chiq. Endi bu yoshlarimizni munosib taqdirlashimiz kerak. Hokimligimiz nomidan faxriy yorliq topshiringlar, marhamat. Mashina yoqib sinaylik. Bu bolalarning mehnati. Bolalar xafa bo'ladi, ye? Xafa bo'lishmaydi, baribir chiqishmadi sovuq deb. O'zim chiqdim. Sen nima uyga ketmading? Uyga bordim. Uy ko'chadan sovuq. Sportzalchi. Sportzal 3 yildan beri remont. Har yili bitara deb aldi yuribsizlar. Ye? Biz sport zali remonti uchun budjetimizdan 4 milliard pul ajratganmiz. Qo'ynim aynib ketdi. Aka, hokim buva. Siz xavotir olmang. Men u bergan 4 milliardingizni sport zalga ham yetkiza olmadim. Yetkizish uchun biznes plan o'ylab topdim. Qanaqa biznes plan ekan u? Men siz bergan 4 milliardni tikka totalizatorga tikdim. Sport zal remont bo'ldimi? Barsa necha o'ynab qo'ydi. Lekin xavotir olmang. Yana bir marta imkoniyat bering. 2 milliard berib turing. Shunda hamma xatolaringizni to'g'rilaysiz. Ha, bu safar realga tikaman.
Yoshligimizda ota-onalarimizning bizni o'qishga rag'batlantirish uchun har turli gaplarni aytib ko'rishgani esingizdami? Sen albatta ulg'ayib katta stolning egasi bo'lishing kerak. Onam shu gapni aytganlarida ochig'i mebelchi bo'laman va katta stollarni yasayman deb o'ylagandim. Yana bir gap yodingizdan ko'tarilmagan bo'lsa, ajab emas. Agar yaxshi o'qimasang, mardikor bo'lasan. Mardikorlik ayb emas, lekin mardikorlik oson ham emas. Muayyan ixtisoslashgan kasbing yo'q, daromadi haming qadar 40-50 kishi yo'l chetida turganda aynan senga ish chiqadimi? Bunga ham kafolat yo'q. Bola chaqani boqish esa kutib turmaydi. Yoshligida o'qishga eringan mardikor aksiga olib ulg'ayib ham dangasa va takasaltangligicha qolgan bo'lsa, dard ustiga chipqon. Bir klientam yo'q. Ya shu 2000 yo'ligida bir tanishib olsak bo'lardi. Ha, sen qanaqa mardikor bo'lib qolgansan? Menmi? Ha. Meni adam tashab ketdilar. Yaxshi ish bo'lmadi. Men o'ylam, bo'p turadi, qo'y. Ya 6:30 da olib ketadilar. Yo'llaringda paputik tashab o'tib ketaman dedilar. Sen qanaqa bloger bo'lib qolding? Yo'q, mardikor bo'lib qolding. Men avtobloger edim. Ha. 5-6 ta moykalarim bor edi. Keyin intervyu berdim. Ha. Podkatga. Podkatsi bo'lsa kerak. U podkati. Isming nima o'zi? Garshoyt qopqog'i. Ha, uzr so'ramadingmi? Uzr so'radim, kechirim so'radim, aqib qo'ydim dedim. Endi xalqam ahmoq emas, u bilib turibdi nima bo'layotgan. O'zlaricha o'zlari kasb ishimda mardikorlik. Men xotinimga bankda ishlayman deb qo'yganman xotinimga. O'shanga har kuni ertalab mana shunaqa kiyimda chiqish kerak ishga. Keling. Bolalar yaxshimisizlar? Salom. Ishlayapsizlarmi? Sal g'alati eshitilding. Tu paftor bo'lsin? Ishlayapsizlarmi? Ha, $100. Ishlaymiz, ish qilish kerak. G'ish qo'yish kerak. G'ish? Ayo, men belim og'riyapti. Yo'masa 1-2 soat tinmay g'ish quygan bo'lardim lekin. Men qo'yaman. Nech puldan qo'yasiz? Beraverasiz. Ayo. Oldingi safar ham beraverasiz deyishgandi, oxirida kelisha olmay qoldi. Ha, endi takoy nima ekan, ha? O'zi 750, ha? Sizga 150. Rostdanmi? Uyga borib. Adasi. Ha, xotin gaplashdingmi? Keling gaplashing. Qani bolalar? Qaysi biri? Bu. Senmi? Yo'q. Mana bu avans. 1350 so'm. Ertaga o'tarsan. Borga endi ertaga. Keling. Здравствуйте, ребята. Sinovga o'dim. 8 marta. Ребята, где находится Yoshlar ittifoqi? Yoshlar ittifoqini remont qilish kerak. Qilamiz, remont qilamiz. Сколько метров остался до Yoshlar ittifoqi? Metrga nech puldan deyapti? 150 mingdan, 150 mingdan. Через 150 метров находится Yoshlar ittifoqi. Спасибо. Ya, bu bizani lo'qti bo'ylayapti. Voy, через 150. Bolalar, ish bor. O'zbekcha. Xo'p, nima ish? Tozalash kerak hojatxonani. Ayo. Bu bloger. Hozir shunaqa challenge bo'lyapti. Yo'q. Ha, keladi, ukam hojatxona tozalash kerak, 50 ming so'm beraman deydi. Mayli aka, nima ish bo'lsa ham roziman desa, eng qiynalgan bola shu ekan deb uyga olib borib $10 ming, $20 ming xayriya qilyapti. Vohliroq o'ylash kerak edi. Yoshligimdan hojatxona tozalayman deb. O'z ustozim Fazib o'tir, hojatxona tozalashdan boshqasiga yaramaysan deganda bildim shu kunga kelishini. Bekorga emas kasb ishim kiyib chiqqanim. Nech pul aka? 50 ming so'm. Roziman, safpada aytdinglar. Omad aka. Va qo'shmalar ish bilan keldim. Ha, ish bilanmi? Hibsxona bilasanlar? O'shani oqlab, ko'klab remont qilib berish kerak. Hibsxonani. O'tda oqlab ko'klab emas, to'pli polda o'tkazib beramiz yaqincha. Ha, divan kreslolar qo'yish kerak. Ha, PlayStation'lar qo'yish kerak yoqda. Katta televizor, Wi-Fi'lar qo'yish kerak. Yoqda nech pul bo'ladi? Bepul, baribir o'zimiz borib yotamiz-ku. Voy. O'sha qo'tir. Bloger emas ekan iplos. 2000 metrlaring. Ne? Yo'l kira 52 ming bo'lib qoldi. Xotiningga nima deysan, bankir? Ozgina ishlar yurishmay botib qoldim deyman, endi nimadir deyman.
fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limi yoki biz aytib o'rganib qolganimiz ZAGS ne ajabtovur juftliklarga guvoh bo'lmagan deysiz. Kimnidir 3 ta xotiniga aliment to'lamagani uchun qamalib ketishdan 4-chi xotini pul to'lab qutqarib qoladi. Yana kimdir islandiyalik qizlarga uylansang oyiga $5000 to'lashar ekan deb jiddiy harakatga tushadi. Ushbu harakatlarda qonunga teskari joyi bo'lmasa, ZAGS ularni ro'yxatdan o'tkazishga majbur. Assalomu alaykum opajon. Assalomu alaykum. Biz o'chib ketyapti, ishingga tezroq zaksdan o'tkazib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ha, ikkalangilarmi? Ha, ikkalamiz. Psixologdan o'tdinglarmi? O'tdik hammasidan. Tushuntirishmadimi singlim? Hammasini tushuntirishdi. Menga qarang. Ko'z doktordan ham o'tdingizmi? O'tdim, hammasidan o'tdim. Ko'r buni ko'sa. Ko'r buni ko'sa. Ha? Siz kimsiz? Bifshisiman. Chetratib turing. Shokirjon qizi Guljahon. Guljahon. Foyda. Jim turing deyapman sizga. Shokirjon qizi Guljahon. Onani o'g'li Unkinkuyga. Turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman. Menga qarang, o'z xohishingiz bilan rozimisiz? O'z xohishim bilan. Ya buni xohishini kattaligini. Jim turasizmi? Onani o'g'li Unkinku. Menga qarang, o'z rostdan ismingiz Unkinkumi? Turishni qarang, Abdusamad Mastir. Xullas, Unkinku. Shokirjon qizi Guljahonga uylanishga rozimisiz? Yes. Yes, oh my god, oh my. Jim turing deyman sizga. Demak, 2 yosh bir-biriga ko'ngil qo'ygan ekan. Bugundan boshlab sizlarni ona-onalar oilasi deb e'lon qilaman. Ye onalarini yemsinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. ZAGSdan o'tgan keluvdik. Aha. Bu yoq kishim kim? Guvohmi? Bu sabab. Keyin qanchada ajrashib ketsam bo'ladi? Sababsiz ajrasha olmaysizda. Hamma narsaga sabab kerak. Yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'g'lingizni uylantirgan olib keldingizmi? Voy, bular bo'lajak erimlar. Erlari bo'laman bo'lajak, iye. Ish qilib bir-biringlarni sevibmi? Ozga qarab gapiring. Men bularni sevaman. Kerak bo'lsa boshimni ko'tarib yuraman. Ha, demak sizlarda sof muhabbat. Va ko'chada ozgina qarzim bor. Hech bo'lmasa siz tushuntirmadingizmi, ukam? Mendan-da qarzi. To'lamasa bu zarar bo'lib turibdi. Noyam deymiz. Bu oqshom 2 yosh uzukka ko'z qo'ygandek. Ha, katta ko'z qo'ygandek-da. Uzukka nagruz ko'p qoladi-ku, nima qilishim qarzi. Kuyovjo'ra, biz bir-birimizni sevamiz. Tavba to'g'ri. Sevgimiz bamisoli Majnun va Laylo opa, Farhod va Shirin opa, Sarvar va Komil aka bo'lib qo'yatirish. Baxt so'zidan B'ni olib, balo bormi uylanib? Baxt so'zidan A'ni olib, ahmoq bo'lding uylanib. Baxt so'zidan H'ni olib, xato qilding uylanib. Baxt so'zdan Q'ni olib Qayo'g'u? Ya endi ko'pchilik aytish kelib turibdi shu aniq. Jim turaman. Aralashma. Jim turaman, aralashmayman, jim turaman. Davom eting. Farhodjon qizi Nigoraxon. Hozir Farhodjon kuldinglarmi? Qiziga kuldik. Chunki o'zini qizi bor. Farhodjon onasi Nigoraxon. Ha, tushdi. Siz Jo'rabek o'g'li Rashidjonga turmushga chiqishga rozimisiz? roziman. Jo'rabek o'g'li Rashidjon. Roziman. Srochni rozi, ertagacha srok olgan. Nima ham deymiz? Bugundan boshlab sizlarni ko'zimga qaytib ko'rmasliklaringizni iltimos qilib qolaman. Ketdik. Qarzingni to'la. Qarzimni ertaga beraman. Ertagacha tirik qolmaysan. Uylar muborak.
Million o'zining qariyb 1 soat davom etgan chiqishini yakunlab, keyingi sahna ko'rinishlariga tayyorgarlik ko'rish uchun maydonni tark etish arafasida. Lekin xotirjam bo'ling, sahnani kim tark etishidan qat'iy nazar, Million kuchliroq bo'lib qaytadi. Hurmat bilan Million jamoasi! Dunyo mamlakatlarida transport vositalarining tezligini aniqlovchi radarlarni o'rnatish ishlari yaxlit va tushunarli tizim asosida amalga oshiriladi. Radarlarning turlari, lokatsiyalari har 3 oyda o'zgaravermaydi. Orada muayyan masofa o'tmaguncha ikkinchi moslama o'rnatilmaydi. Haydovchilarga maksimal tezlikka plus 20 km/soat imtiyoz beriladi. Bizda esa nafaqat bugunning gapi, balki bugunning radari ham ertangisiga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Odam erkak bo'lish kerak. Menga nima deysiz aka? Menga ham tepadigilayotgan tepaga radar qo'ydim. Xohlagandan qiladi deb o'ylaydi-da bular. Hurmatli o'rtoqlar, hammaga ibrat bo'lsin deb 3 yilga qamalib chiqqan Bekzod Ibrat yana sizlar bilan. Bugun Sho'tar Rustaviylik ko'chasidagi cho'tta nito ishlar haqida gaplashamiz. Ko'chaning nay tarafida 3 oyoqli radar turibdi. Bu nima degan gap? Undan tashqari ko'chaning bu tarafida Nexia 3 ham turibdi. Ikkita radar bitta ko'chada. Qatdan pul topamiz hayronman. U boshida bo'lsa reyd bo'yatibdi. Itlar bilan turib olishgan. Men bitta akam kamera o'rnatayotgan ekanlar. Men etilgan ish qildim. Bizda qatdan pul topamiz, hal qiynalib ketdingizlar radar. Menga O'rtoq fuqaro, bizga 1 minutga qarab olasiz. o'tgan safar ham 1 minutga deb 3 yilga olib ketib qolishdi lekin. To'sha? Aka, men foydali ekan. Mana bu yoqqa. Foydali, ishoning. Unga kirib ket. Такой романтичныйman-da. Mana shu ko'chalarga gullar qo'yilsa, lipistoklar qo'yilsa. Yana nima qo'yilsa? Mana radar qo'yilayotgan ekan. Yuring rasmga tushib kelaylik. Yuring. Rasmga? Butun shahar radarlarida borsan rasmiy. O'shaning uchun peshkom yurimiz biz. Jon, shu qizilchiroqdan o'tsa qancha yozadi? 650 ming yozadi. Men bitta chizuvni bossachi. Mana nima? 187 ming. Ikkita chizuv bo'lsachi? Ikkita chizuv 187. Shantaj qilyapsanmi sen menga hozir? Ikkita chizuv bo'lsachi? Voy, bitta qo'lingdan ushlaganimga ikkita chizuv bo'lib qolmasa kerak. Men bu ikkita chizuv bo'lsachi deyapman. Men bosmaganman ham, yaqinlashmaganman ham ikkita chizuv. Tushundingmi? Men bu yo'l o'rtasidagini aytyapman. Sen yo'l o'rtasiga chiqib olib shantaj qilyapsan. Yur ichkarida gaplashamiz shu. Ne yeyapsan? Bo'l, prekrasno tushundim. Uverim, xotirjam. Jigarlar, bugun sizlar bilan Sho'tar Rustaviylik ko'chasidagi narsalar haqida gaplashamiz, jigar. Mana ko'chaning u tarafida jigar Nexia 3 turibdi. Ichda bitta akam ham o'tiribdi. Yaxshi niyat bilan chiqqanmidingiz, bugun qanaqa ishtirokga tushsam ekan deb, niyatingiz xolis ekan, jigar. Undan tashqari bu yoqda 3 oyoqli radar ham turibdi. Kenayimga yetasiz. Ehtiyot bo'laylik. Bu radarlarga tushish Bekzod Hoji degan ismingizga shunaqa yarashadi, jigar. Ko'chaning bu tarafida militsioner xodimi faoliyat ko'rsatayotgan ekanlar. Oldiga bordim-da, bosh qotirmen dedim. Bitta it bilan yana 2 kishini qo'shib oldilar. Polnisni sasta. Voy, siz hali ham o'rnatib bo'lmadingizmi? Yo'q, jigar. Yo, odam emas ekansiz, jigar. Jigarlar, shu menga poddershka qilib, mana shu videoga 10 mingta like yig'masa, jigarimga yana udarlashar ekan, yomon og'rir ekan, jigar. Mingta bosh. To'xta. Sen menga yordam beraman deb, nimaga xalaqit beryapsan? Yordam beryapman. Nima yordam beryapsan? Xalq meni so'kkanimni ko'rib, mana so'kyapti-ku deb indamayapti. Ya undan ko'ra xalq so'ksin, seniki ozor beryapti menga. Diliga ozor bermasdan sekamizmi bir? O'rnatib bo'ldim, qalay? Chotki, zo'r. Mashina, davay, bitta test qilamiz seni mashinangda. 100 tezlikda yurasan, remensiz peshqoti bosasan. Davay. Nimaga yana meni mashinamda? Radar tekshiruvga 80 million ishtirok keldi. Adam aytayaptilar, bolajonim, siz o'zingiz qatga radar qo'yganingizni bilmaysizmi? Izdivatsiya qilyaptilar. Sanikida tekshiramiz. Sen tentangmisan? Ko'chada shuncha radar bo'lman, mashina yuraman, peshqom yuribman. Lekin shu ishni yig'ishtiraylik. To'g'ri ish qilmayapmiz-da. To'g'ri. Hamma aytayapti, to'g'ri ish qilmayapmiz-ku, to'g'rimi? 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 Noto'g'ri-ku, to'g'rimi? To'g'rimi? Rahmat, to'g'ri.
so'nggi paytlarda hali qurilmagan va bundan keyin ham qurilmaydigan uyga pul to'lab qo'yganlar. Tushunarsiz, avtosalondan ulov xarid qilib, rasmiylashtirishga ulgurmasdan sarson yurganlar. Plastik kartasidan pul o'g'irlayotgan jinoyatchilarga kod aytib, o'zi yordamlashib yuborayotgan soddalar. Umraga yo'lga chiqib Toshkent xalqaro aeroportidan yig'i-sig'i bilan ortga qaytayotganlar haqida har kuni deyarli bitta yangilik eshityapmiz. Shuncha qallo bu kazzoblar, moshenniklar qayerdan paydo bo'lyapti? Faraz qiling, Toshkentda firibgarlar maktabi ish boshlasa. Hurmat bilan hech narsaga erisha olmaysan bu hayotda. O'shaning uchun polniy tuhmat. Kirishi bilan. Kelishi bilan qarab. Ustoz qo'yibdi, Gap yo'q. 4 sanani yoz. Xo'p bo'ladi. Sanani yoz. Xo'sh, necha ekan sana? 24-sentyabr. Larga beraman. Xo'sh, larga beraman. Boshiga gidetani qo'sh, sentyabrni o'chir. Necha bo'ldi endi? Gideta 24lariga beraman. Tushundingmi? Ana odam dumkada qolib ketsam, berarmikan, bermasmikan o'zi? Qarakin. Gap ustozni bir. Ustoz, bitta savolim bor edi. Xo'sh. Esingizda bo'lsa, birinchi darsda sinf fondiga pul yig'gandingiz. O'sha nima bo'ldi? Ha, remont ham qilinmadi. Ha. Bu sallaga birinchi dars bo'ldi. Menga boshqaroq pul yig'ib bermalaring. Firibgarlarni ustoziman-ku men. Ko'p narsani esdan chiqaribsanlar, shiorlarni takrorlab olamiz. Demak, peshonangga yozganidan Qo'rq. Chunki qog'oz tugab o'sha peshaningga yozib. voy malades, o'tir. Yigit qasam ichmaydi. Yigit to'ni beqasam. Sen tayyorlar kelsang bo'lmaydimi darsga? Tayyor emas edim. Og'zing keyin gapirma. Yoningda shahlo o'tiribdi. Qancha a'lochi, qani? Turing uyga vazifani aytingchi. Uyga vazifa shantaj mavzusi edi. Xo'sh. Shantaj so'zi lotinchadan olingan bo'lib, men sizdan homiladorman. Sallani o'tirchoz. Baqirma, bo'ldi. degan ma'nolarda anglatadi. Voy, Bu qara, yo'l tayyorlan. bilan 20 milliondan 30 milliongacha pul undirib olishinglar mumkin. Agar ulug'roq bo'lsa, tegib olishinglar ham mumkin. Bahoyimlikchi ustoz. 5 o'tir 5. Ustoz, ichkarida ozgina lekin. Ishon 9 oy 5 qo'yaman endi bu qizga. Ha, o'rgan olaman. O'rgan. Xo'p, demak, To'roninasan. Labbi. Nimaga darsga formada kelding? Va maktabni zalotoy qonuni. Maktabga formada kelma. Orqangdan formali odamni ham yeteklab kelma. Xo'p bo'ladi. Ishga ketishingda kim bo'lasan sen? Men deputat bo'laman. Voy, chisat qilma. Daftaring ham yo'q. Qayerdan deputat bo'lasan? Men sizlarni ishontirib aytaman, ertaga daftarim bo'ladi. Bolla deb turishga ham bo'ladi. Maktabni remont qilib beraman. Sizni oyligingizni ham ko'tarib beraman. Gap yo'q lekin. O'tir, ishondim. Daftar chiqarib kelishimga? Yo, deputat bo'lishingga ishondim. Uverenniy gapirishingni qara, uveren. Voy, tayyormisan? Qara. Men sizdan homiladorman. 30 million, 40 million. Men qara, birga bir ko'chirma shahlodan. Qachon meni o'zgartir, o'zingni o'zgartira olmasang ham. O'rganib o'tirdim-da. O'zgar. Telefoningni o'chir. Sezalla dedim-ku sen. Nima menga firib bermoqchi bo'lsan? O'tirib ol. Demak, bundan keyin amaliy fanlar dars davom etadi. Men keyingi dars bo'lmayman. Malaka oshirishga ketyapman. Qaq ketasiz. Toshtirmaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Muomala? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Sog' salomatmisizlar? Deb odamni ichiga kirib shilib olish maqsadimiz. Kirib kelishi bilan birinchi Dars ekan. Yomon-a? Qarochi, men qarang, Kamina Kamtarin, dotsent va katta prosent beruvchi Ma'ruf Nosirov. Meni kitobimni o'qiganmisizlar? Yo'q. Boy bo'lishning bitta usuli degan kitobim. Shogirdlarim bo'yib ketgan. Men qarang, boy bo'lishi bir usulni bilsangiz, nima o'zingiz qilmagansiz? Riskda u. Demak, risk qilib bo'lmaydi. Ha, amaliyotga tayyormisiz? Qani turing. Ko'chadasiz. Shunaqangi pul yig'ishingiz kerak, odamlar rahm kelib 100 dollar, 200 dollar bersin. Qani? O'xshatdi lekin. Oldiga san. Ha, 56, 16. Ana. To'xta. Sen joyingga o'tir. U yaxshi ijro ekan. Men o'zim o'tiraman oldiga. Chotki. Menga pul, senga 5. Ko'chadagi razborlar. Mana ko'chada ketyapsizlar. Ha. Tars keldi, taq urdi. Mana, kel, udar. Mana, ana shu qayerga bo'lsa o'sha yoqqa bor. Qayerga bo'lsa pul bu, pul. Agar tegmay qolsa nima bo'ladi? Pul ham bo'lmaydi, u ham bo'lmaydi, mashina ham bo'lmaydi. Chinarli ekan bu. Mashinani avariya. Ana,
Shoper. Shoper. Menga qarang, ko'zim ko'rmay qoldi sizni. Nima kerak sizga? Nima yordam bera olaman? Qulupni yegim kelyapti. Voy, qishda qulupnini qayerdan olaman? Voyo! Qulupni anu topolmaydi-yu. Qayerdan topadi? İşte. Qarang, savol bor-da. Mana shu avariya kuzda bo'lsa-chi? Dovcha. Yo, Duvcha tupikdan o'sha. Qayerdan? Deylik yozda bo'lsa mana shu avariya. Yozda qor bo'ron o'ynagim kelyapti. Topolmaydi, o'sha topolmaydi. Yozda qayerdan topib beradi? Ana qorni. Gap yo'q. Oxirgi savol mana. Bahorda bo'lsa-chi? Sumalak. Bo'ladi. Ha, bo'ladi. Sumalak bahorda bo'ladi. Dovcha ham bo'ladi, ha? Ko'kat. Ko'kat bozorda zo'r bo'ladi. Bahorda avariya bo'lmaylar. Avariya bo'lmaylar, tushunyapman. Hozir mana mashinliklar eng avji plastikdan kip qilish. Qanaqa zamonaviysi. Qarab turinglar. Alo. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dadangiz uydamilar? Dada yo'q. Qarang, telefoningizga o'zi kod bor edi, aytasizmi, qizim? O'qishni bilmayman. Xohlasangiz screenshot qilib PDF fayl ko'rinishda elektron pochtingizga tashlab qo'yaman. Kod bor, aytvoring. Xo'p. 4123. Bo'pti. Nima bo'ldi hozir? Mannol bo'lib qoldim. O'zbek televideniyasida reklama qilinmagan nima qoldi? Nonushta payti ikkalamizni birdek hijolat qilgan reklama roligidan keyin onam shu savolni berdilar. Haqiqatda o'ylab qaralsa, ommaviy axborot vositalari va internet orqali targ'ib qilinmagan tovar, taklif etilmagan lokatsiya qolmabdi hisob. Ammo izlanuvchan millionerlar sizga shu kungacha hali hech qayerda reklama qilinmagan tovar, mahsulot va xizmat turlarini tanishtirishga tayyorlar. Million TVda reklama. 1, 2, 3 may kunlari faqatgina bizni klubga kelib deb o'ynab deb chiqib ketishinglar mumkin. Faqatgina bizni klubda haftani bir kunida qizlarimiz milliy kiyingan holda akbarg'aldak hayotdek o'ynab berishadi. Qolaversa, yam bo'ladi. Chunki tepamizda pastel degan hostel bor. Undan tashqari, yigitlarimiz uchun esa aksiya 5 litr pivo ichganga hojatxona degan. Manzil Chorbog'y balo. Chinor Razdonga qayrilganda kelaverasizlar. Ketdik. Birinchi Raddom. Bu yerda Zarina Nizomiddinova, Nilufar Usmonova bola tuqqan. Ularning bolasi boshqacha bo'ladi lekin. Xullas, birinchi Raddom. Kuchanish sizdan, ushlab olish bizdan. Agar otangizni tur, hali ham sas yotsammi degan gaplar joniyligiga tekkan bo'lsa, sizga 11-sonli qariyalar uyini tavsiya qilaman. Bu qariyalar uyida hozir oq patardim nomlangan aksiya bo'lib o'tmoqda. Agar siz otangizni topshirsangiz, qo'shib onangizni tekinga olishadi. Bu yo'da tekinga ingliz tilini o'rgatadi. Ana o'shanda siz qarg'ishlarni nafaqat o'zbek tilida, balki ingliz tilida ham eshitishingiz mumkin. Biz sizga faqat yaxshisini tavsiya qilamiz. O'rtoqlar, hali ham kech emas. Sizni bu qariyalar uyga tiqishidan oldin siz uni deddomga tiqishga ulgurib qoling. 6-sonli deddom. Bu deddomda qolgan deddomlardan farqi shundaki, bu yerdan chiqib odam bo'lib ketmaydi. Ertaga siqilib yurmaysizlar. Uzoq ish davlat bergan uyga kelib yana sheriklik qilib olishinglar mumkin. Manzil, har qanday manzilga tashab ketaveringlar, o'zimiz yig'ishtirib olamiz. Biz sizga faqat Yaxshisini tavsiya qilamiz. Bundan bor yo'g'i 5-10 yil avval farzandining nasha chekishidan xavfsirab har qadamini nazorat qilib yurgan ota-onalar bugun bir nechta baloga qarshi kurashishga majburlar. Lirika, tramadol, regapen kabi dori vositalari yoshlarimizning miyasini quritishda qamishdan bel bog'lab xizmat qilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib oqibati fojiasiz tugamaydigan sol, mefedron, skors kabi psixofaol sintetik moddalar yoshlarimizning umriga zomin bo'lyapti va ularni tarqatishda faol ishtirok etayotgan zakladchiklar haqida hoynahoy eshitgan bo'lsangiz kerak. Ularga qarshi faqat ogohlik orqali kurashishimiz mumkin. Qara o'rtoq lokatsiya qara. Ha, boryapman. Rasm tashlabdimi? Mana shu bo'lish kerak. Mana. Voy o'rtoq yondi. O'rtoq yondi, ketinglar yur.
Yur, o'shatdi ekanda, yur ketdi, o'rta. Shoshmachi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu yerda o'tirmoqchi edik-da. Shuncha o'tiradigan joy bor, boring boshqasida o'tiring. Voy, o'rtoq ketmayapti. Yur, ketaylik. Yur, tinchgina ketaylik. O'rtoq, yur. O'rtog'im bilan immina shu yerda o'tirmoqchi edik-da. Biz o'tirimiz, ko'rmayapsizmi? Boring, keting, nariroqda o'tiring, voy. Bu yerda bobom o'tib qolgan. Bu narsa deb yozib qo'ymabsiz-da, bobongiz ustiga semichka taqib tashamisiz. Siz u verirmisiz? Aynan shu skameykada bobongiz o'tib qolganiga shuncha skameyka bor-ku. Mana lokatsiya tashaganlar. Yo'q, mayli. Duo qilib oling, shu yerda o'tiramiz. Keting. Men yoningizda o'tiraylik-da, shu yerda o'tiramiz. Voy, o'rtoq, bobong qo'y beryaptilar-da, o'rtoq, ketdi, yur. Ketaylik, yur, o'rtoq, yur. O'rtog'ingiz mozor boshiga birinchi marta chiqishimi? Rosa o'zini g'alati tutyapti. Bobom aytdilar-ki, o'rtog'ing bilan ikkoving. Ha, ikki, bo'l. Rahmat, aka, rahmat. Qani ashti bo'l. O'rtoq, qoch, o'rtoq, militsiya girimda kelyapti. Tiqadi, o'rtoq, yur, 10 yil. Bekor ketamiz, o'rtoq, yur, o'rtoq, ketaylik. Ma'ruf bolam, Qo'shni yaxshimisiz? yaxshimisan? Ha, rahmat. Shu sumkalarim ko'tarish mana uzoqdan. Voy, uzoqdan poylab turgan ekan, o'rtoq, yur, ketaylik, tinchgina. Iltimos. Qo'shnim. Shu ko'tarishlaring shuni. Belimda girijam bor edi-da. Kecha soppa sog'lom yuruvding-ku. Hozir bo'ldi-da girija qarang. Unda shu o'rtog'ing O'rtoq, meni ko'rsa sotaman, sira sani aytaman, o'rtoqman. Ha, men bu deyman. O'rtoq, ketdimmi? ko'tarishsin. Uni allergiyasi bor farosatsiz ayolga. Bir gapni tushunmaydi. Shunday ikkita sumkasini olib o'zi uyiga ketsa bo'ladi-ku, o'shanaqa ayollarga allergiyasi bor uni. Yo'q, unaqa dema. Akani, opani nima unaqa xafa qilasan? Ani kini yoshligingizda rosa chiroyli bo'lgan bo'lsangiz kerak. Ha, ketib yuborgan bo'lganman. Hozir ham ketib olmaysizmi? Ketib yuboraman, mana ko'tarishlaring. Ke yordam. Podyezdgacha. Voy, podyezdda qo'yib beradi, o'rtoq. Qo'yadi podyezdda. Yur. Ko'tar. 10 yilda jo'nsam, o'rtoq. Yuring. Kim mana bu yerda o'tirib abid qolaylik? Bo'ladi. Kakras. Bo'ladi. Nima bo'ldi? Kecha hisobot topshirdilarmi? Icho? Voy, bu yoq kishimi unvonlari oshyapti. Sen nima shugunani ishlaysan? Nima shugunani ishlaysan? Namcha voqma qilasan? To'ba. Olamiz, o'rtoq nima dirdi san? Men sovuq. Tinchlikmi? Nima bo'ldi, bolalar? Nima muammo? uyimni kaliti yo'qoldi. Qayerda? Masjidami qayerda qo'yuvdi? Qo'lim qaltiryapti, qo'lim. Kalit kichkinamidi? Yo'q, aka kichkina boshqacha bo'ladi-yu. Bu katta. Buratinoni kaliti. Bo'ldi, hozir biz top beramiz, uyingizga kirib ketaverasiz. Ya sizlar topsalaringiz uyga kirmaymiz. Bo'ldi. Tushunarli. Bizda imini shunaqa kalit topadigan kinolog itlarimiz bor. Keladi, top beradi. O'rtoq, menga qarashyapti. O'rtoq ketdi. U itiz kalitni yemaydimi? Ya yemaydi. O'rtoq, ketaylik, yur, tinchgina hayotda bulutlarni tomosha qilib, yur. Sen nima boydan beri o'zingni g'alati tutyapsan? Yaxshi uxlamaganman, aka. Ko'zingni qizargansan. Ko'zim qo'lim tiqib qolganman-da. Ana yaxshi uxlamading. Ko'zimga qo'lim tiqqandan keyin qanaqa qilib uxlayman, aka? Aka? Sen qanaqadir psixotrop moddalar iste'mol qilib olganmisan? Yo'q. Ne unaqa yo'q, aka. Hazillashyapti. Точнami? Tosh.
Bo'ldi. Sizlar ham xafa bo'lmanglar bizdan. Biz ham shunaqa zaklatchiklarni qidirib yuramiz-da. Qarang. Shunaqa yoshlar ko'p. Qarang shu yoshlar umrini xazon qilib, Ha? shu xazon ichidan ne olyapti-da, ketyapti-da. Ko'ryapsan, shunday qilyapti-da yoshlar, bechoralar endi necha yilga qamaladi? 10 yilga. 10 yilga umri qisqa. Qarangda, yaxshimi endi shu ishi? Uni ota-onasi ertaga qiynaladi, to'g'rimi? Bir 100 million yig'sa ham ota-onasi chiqolmaydi, ha? Xalqi bo'lmaydi. Hurmatli Evas, KFC, Oqtepa lavash, Fidab kabi fast food tarmoqlari mutasaddilaridan kichkinagina iltimos. Onlayn buyurtmalarni yetkazib berish xizmatiga ikkitadan shifokorni ishga olib, tez tibbiy yordam opsiyasini qo'shishingizni iltimos qilamiz. Sizning gamburgeringiz 103 Skoroya pomishdan tezroq kelyapti. Pataranglama, tur, pataranglama, Ulgurmadikmi? Yo'q. Qodir aka qanaqa odam edilar? Ha. Chilonzor 8-kvartir 6-uy 17-xonadonda turadigan odam edilar. 7-uyda turadigan odam edilar. Ha, bu 6-uy boshqa uymi bu? Boshqa uy. Qara uyda ham adashibmiz. Tur, keting. Keyin bet Chilonzor emas, Yunusobod. Chilonzor 20 kilometr nariyoqda. Qatga qayda deding? Tumanda ham adashibmiz-da, qara. O'tir. Akalar, shu Chilonzor 6-uydagi odam haqqiga ham duo qilaylik. Menimcha yo'q ham ulgurmadik biz. Sizga xizmat qilishdan charchagan kuni sahnaga chiqmay qo'ya qoladigan million jamoasi